Assalomu alaykum shogirdlar, hurmatli ota-onalar, yoshlar. Mana bugun ajoyib podkast qilishga qaror qildik. 4-sinf bo'lib turib, o'tgan yili O'zbekistonda rekord natija qilgan. Ya'ni 4-sinf bo'lib turib, sefr imtihonida beauty natija qilgan Muhammad Akbar bilan Xudo xolasa suhbatlashamiz, gaplashamiz va bu videoni hamma yoshlar ko'rishini xohlayman. Sababi 4-sinf bo'lib turib, ingliz tilida bunaqa natija yetishi E+. Mana hozir suhbat davomida gaplashamiz. Yaqin orada juda katta maqsadlar, orzulari bor. Agar buni ota-onalar ko'rib turgan bo'lsa, farzandlaringga qo'yib berishlaringni, agar yoshlar ko'rayotgan bo'lsa, do'stlaringga tavsiya qilishingni so'rab qolamiz. Sababi bu narsa orqali ilm olishga, qiziqishni uyg'onishga Xudo xolasa hissa tushgan bo'lamiz. Xo'p, boshlaydik bo'lmasam, Muhammad Akbar o'z haqingizda qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. Men Nurmatli Muhammad Akbarman. Yoshim 11da. Hozirda 5-sinf o'quvchisiman. O'tgan yili sefr imtihonida 54 ball natijani oldim. Buning uchun Wunderkid o'quv markaziga rahmat. Muhammad Akbar, ingliz tiliga qanday qiziqib qolgansiz? Qanday boshlagansiz? Ingliz tilini men opam orqali qiziqqanman, chunki opam o'zlarini IELTS'lar 8 ball bor edi. O'zlari meni o'qitishni boshlagan va keyin o'quv markazi haqida bilib qolib, bu yerga kelgandan keyin imtihondan o'tganman va pre-intermediate darajaga qabul qilinganman. Demak, o'quv markazida o'qishni boshlaganingizda darajangiz pre-intermediatedan bo'lgan. Okay, zo'r. Shunda qancha muddat ingliz tilini o'qigansiz? Hisoblaganda 3 yil. 3 yil. Zo'r. Ya'ni hech qanaqa pauzalarsiz, to'xtashlarsiz 3 yil to'liq. Shunaqami? Zo'r. Ya'ni 3 yilda bitu natijaga chiqilgan. Qaysi ustozlarda o'qigansiz? Men asosan Diyorbek domlada o'qiganman. Diyorbek domla o'zlari motivatsiya berishib dars o'tishadi, keyin kuldirib o'tishadi. Darslarda to'liq tushuntirishadi, vazifalarni qilishga yordamlashishardi va birga testlar tahlil qilardik. Zo'r. Demak, siz o'quv markazimizda faqat bitta o'qituvchida tayyorgarlik ko'rgansiz, natija chiqqancha. Zo'r. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. O'quv markazimizda mana bunday tizim bor. Ba'zi ustozlarimiz bor, deylik elementary, pre-intermediate darajaga ixtisoslashgan, aynan shu darajani o'qitishadi. Ba'zi ustozlarimiz bor, misol uchun Kids English bilan shug'ullanishadi. Ba'zi ustozlarimiz bor, asosan imtihonga bir 6 oy, 5 oy, 3 oy qolganda o'quvchilarni olishadi. Ba'zilari IELTSga tayyorlashadi, ba'zilari sefr maltilga tayyorlashadi, lekin mana hozir gaplashganimizdek, Muhammad Akbarda boshidan oxirigacha o'sha pre-intermediate darajadan oxirgi natijasigacha Diyorbek bilan o'qishgan. Zo'r. Endi shu 3 yil davomida har xil bosqichlardan o'tgansiz, har xil misolcha tayyorgarlik ko'rgansiz. Endi boshida ingliz tilini o'rganish boshlaganingizda qanaqa kun tartibi bo'lardi? Boshida ingliz tilini o'rganish boshlaganimda juda ingliz tili bilan shug'ullanmas edim. Shunchaki vazifalarni qilib qo'yardim xolos. Lekin imtihonimga biroz vaqt qolganda men o'zimga kun tartib o'rnatdim. Faqat inglizcha gapiraman. Kun boshlanishida so'z yodlayman, artikellar o'qiyman. Kun o'rtasidan keyin esa inglizcha videolar ko'raman, video darslar ko'rib, o'zimni skilllarimni oshirganman. Boshida grammatikaga urg'u berganmiz yoki testga tushganmiz? Qanday tartib ketgan? Boshida, eng boshlagan boshida biz ko'proq lug'atga urg'u berardik-da. Chunki har hafta oxirida bizdan so'z so'rab borishardi. Shuning uchun ko'proq urg'u lug'atga ketgan. Nima deb o'ylaysiz? Grammatikangiz kuchlimi yoki lug'atmi? Men o'zim o'ylaymanki, grammatikam kuchliroq lug'atimdan, chunki grammatikada men o'zim murakkab gaplar ham tuza olaman. Lekin to'g'ri, lug'atim ham kuchli, lekin ba'zi so'zlarga kelganda ularni ham ma'nolarini bilmay qolishi mumkin. Oxirgi 3 oyda qanaqa tayyorgarlik bo'lgan? Oxirgi 3 oyda shu aytganimdek, men ko'proq lug'atimga urg'u berdim, chunki grammatikam yaxshi edi. Keyin hamma skilllarimni oshirdim. Ko'proq writing bilan readingga ishladim. Undan keyin shu natijaga erishdim. Hozir sertifikatingizga qarab turibman, eng yuqori ball listeningdan bo'lgan. 61 ball bo'lgan ekan, ya'ni overall 54 bo'ladigan bo'lsa, listening 61 ball bo'lgan. Nimalar yordam bergan o'sha listeningni 61 ga olib chiqishga? Listening 61 ga olib chiqish uchun men aytganimdek ko'p videolar ko'rardim-da. Ya'ni ingliz tilida videolar. Aynan qanaqa videolar? Kinomi yo intervyumi? Yo'q, men
qiziqarli videolarda anaqa hujjatli filmlarga o'xshagan videolar ko'rardim. Keyin shu Ilmiy ham ko'rgansiz. ilmiy ham ko'rganman. Tushunarli. Kinolar, multfilmlar ko'rardim. Demak, kino multfilm ko'rgansiz shu 3 yil davomida ham. Okay. Hop, endi aynan test ishlash strategiyasi, texnikasi bo'yicha qanaqa yondashgansiz? Misol uchun, multiple choice'ga qanaqa yoki bo'lmasa part 1 ga not completionlarga qanday aniq qilgansiz? Part 1 not completionda men o'zi sinonimlar bilan ishlaganman-da. Gapni eshitib turib, uni sinonimlarini topib, o'sha so'z tushgan joyga qo'yardim. Multiple choice'larda esa men ko'proq eshitib turib analiz qilardim-da. Uni inkorga chiqargan so'zlarga ham urg'u berardim. Yaxshiroq eshitardim. Masalan, ammo, lekin shunaqa so'zlar borligi uchun men analiz qilardim-da bularni. Zo'r. Ya'ni ingliz tilida ayniqsa skilllar bo'yicha, listening bo'yicha, reading bo'yicha distractor degan narsa bor. Bilamizmi Muhammad Akbar buni? Distractor deydi. Hozir Muhammad Akbar aytadigan narsani, ya'ni javobni aytadi, bitta javobni aytadi-da, o'sha narsani misol uchun but yoki bo'lmasa not yoki bo'lmasa nevertheless yoki never va hokazolar bilan o'sha aytilgan fikrni rad etadi-da, bo'ldi, u javob xato bo'ladi. Mana shunaqa o'ziga yarasha texnikalari bor, strategiyalar bor. Agar siz general Englishni rivojlantirib bo'lsangiz, undan keyin nima qilishingiz kerak bo'ladi? Shunaqa strategiya texnikalarga ishlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi pre-intermediate darajada kelgansiz o'quv markaziga. Pre-intermediate darajani o'qidingiz. Undan keyin qaysi darajani o'qidingiz? Intermediate o'qidingiz. Undan keyinchi? Foundation daraja. Foundation qancha o'qidingiz? Foundation adashmasam shu boshidan boshlab oxirigacha o'qiganman. Ya'ni taxminan 5-6 oy o'qigansiz. Yaxshi. Undan keyin intensiv o'qilgan. Yo'q, intensiv o'qimay turib sifir olganman. Intensiv o'zi kirmagansiz, faqat foundationda. Zo'r natija. Sababi bizda intensiv kurslarimiz bor. 2 oylik, ba'zan 3 oylik bu o'quvchilarni olishiga, qabul qilishiga qarab ketadi va ungacha foundation daraja bu bazani yetkazib berish, ya'ni qanaqa test turi qanaqa bo'ladi, essay qanaqa yoziladi, letter qanaqa yoziladi yoki bo'lmasa listening qanaqa tartibda bo'ladi, reading qanaqa tartibda bo'ladi, bu baza qilib bersa, intensiv u o'z nomi bilan kuchaytirilgan tarzda ketadi. Bir kunda qancha vaqt sarfladingiz? Tayyorlanishim bir kunda asosan 3-4 soat vaqt sarflaganman. Asosan imtihonimga kamroq vaqt qolganda ko'proq testlar ishlardim. Undan keyin writinglar yozardim va u writinglarni o'zim o'qib, analiz qilib, xatolarimni topardim. Zo'r. Yana mana shu 4 oy, 5 oy qolgan paytda imtihoningizga ozgina vaqt qolgan paytda o'sha paytda ham kinolar, multfilmlar ko'ramsiz, ko'rmasmidingiz? Men kinolar, multfilmlar ko'rishda o'sha intermediate darajadan boshlaganman. O'sha vaqtlarda unchalik tushunmas edim, keyin foundation o'rtoqlariga kelganda bemalol tushunadigan bo'lib ketdim. Endi mana ingliz tilini o'rganyapsiz, ba'zi o'quvchilarda til o'rganish bo'yicha yoki bo'lmasam to'g'ri metodlardan foydalanish bo'yicha bir xilgilar vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaydi. Misol uchun deylik, writing yozyapsiz, 1 soat vaqt bor. Qanday ulgurasiz yoki writing bo'yicha muammo bo'lganmi sizda ham? Writing bo'yicha boshlarda muammo bo'lgan, lekin o'rtalarga kelganda o'sha writingim yaxshilanib, kamroq xato chiqish boshlaganda o'zimga ba'zida o'zim vaqtida yozardim, ba'zida timer ham qo'yardim, vaqtni taqsimlash uchun. Har bitta writing uchun, masalan, berilgan vaqtdan kamrog'ini task 1 ga ishlatsam, task 2 ga ko'proq vaqt ishlatardim, o'ylanib yozardim. Zo'r. Imtihonda ulgurganmisiz writingga? Imtihonda ulgurganman. Writing task 1 ga ham, writing task 2 ga ham. Hozir writingizni ko'ramiz. Writing demak 52 ball bo'lgan. Zo'r. Sizda eng kuchsiz skill qaysi biri? Qaysi bo'ylaysiz? Men o'zimda eng kuchsiz skill writing deb o'ylaganman, lekin natija chiqqandan keyin men bildimki, menda eng kuchsiz skill bu anaqa reading ekan. Chunki u vaqtda adashmasam shoshilib qolgandim-da, vaqt yetmay qolgan. Demak, readingda demak qilmagansiz, ulgurmagansiz ishlashga. Xo'p, zo'r. Muhammad Akbar, bilasiz, juda ko'pchilik o'quvchilar sifir imtihonida past ball oladi. Bitta ota-onam bilan gaplashdim. 5 marta topshirdi deyapti. 5 marta topshirgan biyon olibdi. Mana endi kuzgi imtihonga tayyorgarlik ko'rishyapti. Nima sabab deb o'ylaysiz sizningcha biyon bo'lib qolishiga?
Chunki mana tayyorlanish jarayoni bo'ladi-yu, ko'p o'quvchilarda o'zlarining shaxsiy telefonlari bo'ladi. Ular tayyorlanish jarayonlarida ko'proq tayyorlanishning o'rniga ba'zi bir video jo'natuvchi ilovalar ko'rib o'tirishi mumkin. Shunga o'z fikrlarini bo'lishsa, biror dars qilsa, dars qilish ekanlar eslaridan chiqib qoladi va unga vaqt ham yetmay qoladi-da. Keyin ular ko'raverib keyin ba'zida skilllarini ko'pini taktikalarda eslaridan chiqib qolishi mumkin. Demak, o'sha hammamiz bilgan Instagram, Facebook, YouTube, Telegramlarda ko'p vaqtini ketkazishi eng asosiy sababi. Xo'p, yana qanaqa xatolarga yo'l qo'yadi bu o'yingiz? Tayyorlanish jarayonida masalan o'qituvchilar ularga vazifa bersa, ular uni ko'chirish yoki cheating, ya'ni biror narsadan so'rash, birovdan ko'chirish orqali bajarishadi. Keyin masalan lug'at so'rashayotganda ham bir kimdir aytsa o'shanga qo'shilib aytadi, o'zi yodlamaydi. Shuning uchun masalan grammatikasi pasayadi, lug'ati pasayadi. Hozir Muhammad Akbarni fikriga 500% qo'shilaman. Ingliz tilini o'rganayotgan shu o'zingiz teng ko'ring. Tasavvur qiling, shu 3-sinf, 4-sinf, 5-sinf o'quvchi bor. Yoki bo'lmasam o'zining katta akalaringiz bor, opalaringiz bor. Sizdaqa masalan bitta olishda yoki bo'lmasam yuqori natija olish xohlaydi. Ularga nima tavsiya qilardingiz ingliz tilini zo'r, samarali o'rganish va qisqa muddatda natija chiqishi uchun? Ularga men tavsiya qilamanki, masalan, birinchidan o'z shaxsiy telefonlari bo'lsa, shu ijtimoiy tarmoqlarni biroz muddatga o'chirib turib, inglizcha bo'lish kerak hamma yoq. Keyin o'zbekcha kino, multfilmlar. Mana shu bitta vaziyat. O'zida telefon bormidi? Yo'q. Yo'q edi. Oilaviy bor edi. Siz ishlatardingiz misol uchun Instagram yoki Telegramdan videolar va hokazo ko'rishlar? Yo'q, YouTubedan o'sha video darslar uchun ishlatganman. Demak siz o'sha vaqtingizni to'g'ri taqsimot qilardingiz. Yaxshi. Keyin o'zbekcha kino, multfilmlar ko'rishayotgan bo'lsa, o'shani inglizchaga o'rganish kerak. Keyin inglizcha kitoblar o'qish kerak, keyin ko'proq lug'at, grammatikada ishlash kerak. Chunki masalan lug'atda ishlasangiz, reading yoki listening, hatto writing, speakingda ham gapirishingiz, yozishingiz, tushunishingiz yaxshi bo'ladi. Grammatikada esa writing yozayotganda ko'proq grammatika qo'l keladi. Imtihonga kirgansiz, sifr imtihoniga kirgansiz. Shu imtihonga kirgan paytingizda yoki bo'lmasa imtihondan chiqqandan keyin o'zingiz kutdingizmi, bitta olaman deb? Yo'q, qandaydir ishonchsizlik bo'ldimi? Men bitta uchun kutganman, undan kattaroq ham kutgan edim, lekin bitta natija chiqdi. Bilaman, bu o'zimning xatoyim va bunga 100% ishonardim. Bitta chiqishiga, chunki savollarda ko'pida qiynalmaganman-da. Demak, imtihondan chiqqanda o'sha bo'ldi, kamida bitta olaman degan fikr bo'lgan. Sababi o'quvchilarga tavsiya qilaman, misol uchun imtihonga registratsiya qilyapsiz, sifr imtihon topshirmoqchisiz yoki ALS imtihon topshirmoqchisiz. O'zingizda juda ham kuchli duh bo'lish kerak. Xuddi mana shunaqa duh bo'lsa, keyin registratsiya qilishni tavsiya qilaman. Juda ko'pchilik nima qiladi? Tayyor bo'lmasam topshiradi. Tabiiyki, mana shu natijada juda ko'pchilik o'quvchilar o'sha ota-onalarining pulini havoga uchirishadi. Men mana shu narsani tavsiya qilmayman. Ya'ni ishonch bo'lsin, keyin topshirish kerak deyman. Muhammad Akbar, hozir nima bilan bandsiz? Hozir men shu kelayotgan avgust oyida IELTS imtihoni topshirmoqchiman. Bunda o'zim 7+ natijaga erishmoqchiman. Keyin o'zimni boshqa fanlardan ham o'stirish uchun hozirda rus tili, matematika va IT kurslariga qatnayapman va bir paytda o'zi demak 4ta. Ingliz tili, matematika, IT va rus tili. 4ta. Nimaga aynan rus tili, matematika va IT? Ingliz tili mayli deylik, bu basic darajada hamma narsa uchun kerak. Nega aynan rus tili, matematika va IT? Men o'zim kelajakda xalqaro diplomat bo'lmoqchiman. Matematika va ingliz tili bu o'zi hayot uchun kerak fan deb o'ylayman va rus tilini bilsam ko'p odamlar bilan muloqot qilishim oson bo'ladi va IT kurslaridan bilsam, masalan, biror ish kompyuterlik ishga o'tirganimda bemalol ikkilanmasdan ishlasam bo'laveradi. Zo'r. Podkastimizni ko'rayotgan wunderkindlar, yoshlar, ota-onalar shundan xulosa chiqarsa ham bo'ladi. Ba'zi bir misol uchun deylik 7-sinf, 8-sinf, kerak bo'lsa 10-sinf o'quvchilarda ham aniq maqsad yo'q. Lekin mana hozir Muhammad Akbardan men ochiq suhbatlashib maza qilyapman. Uzoq muddat, ya'ni 5 yil, 10 yildan keyingi maqsadlari, rejalari aniq.
Nega aynan diplomat? Chunki o'zim oldin jarroh bo'lishni xohlaganman, lekin meni tanishlarim menga o'sha diplomat bo'lishni maslahat berdi, ayniqsa xalqaro, chunki bu men o'ylaymanki, davlatlarni bir-biriga bog'lash uchun kerak. Zo'r, malades. Shu natija qilishingizga yoki bo'lmasam ilmga mehr qo'yishingizga oilaviy qanday ta'sir bo'lgan, oilaviy muhitni? O'zi bizda ko'proq ilmga e'tibor qaratilgan, chunki dadam oilalari ham oliy ma'lumotli. Keyin ko'proq tibbiyot sohasida, lekin men bilan opam aniq fanlarga o'tdik. Ko'proq ingliz tili, matematika. Ular oila muhiti ta'sir qilishi bizga, ular dars qilishimizga qo'yib berishadi-da. Ya'ni 5 yosh, 6 yoshlikda ham nimadir o'qigansiz. Shunaqami? Xo'p, endi 3 yil ingliz tili o'qidik dedingiz. Deylik, 1-sinf, 2-sinfda ingliz tili o'rganishni boshlagansiz. O'sha paytda ham ingliz tiliga oid qanaqadir kitoblar ham o'qiyapmidingiz? Yo'q, u vaqtda o'qimas edim, chunki tushunmas edim-da. Lekin o'sha pre-intermediate foundation darajalariga kelganda bemalol tushunadigan bo'lib ketdim. Tushunaman. Endi badiiy kitoblarchi? O'zbek tilida? O'zbek tilida. O'zbek tilida badiiy kitoblar ham o'qib Ertaklar bo'lishi mumkin, misol uchun deylik, 5 yosh, 6 yoshligingizda. Yo'q, u vaqtda agar o'qimagan bo'lishim mumkin, lekin badiiy kitob, lekin ensiklopediya o'qiyardim. Demak, sizga ensiklopediya o'qish qiziq edi. Xo'p, yanachi? Keyin menga o'sha ensiklopediyalar ko'proq qiziq bo'lardi, keyin menga ilmiy kitoblar yoqardi. Ilmiy kitoblar. Zo'r. Aynan qanday ilmiy kitoblar? Biror narsalar haqida ma'lumotlar bo'ladi-ku, masalan, faktlar, ha. Ilmiy ma'lumotlar. Zo'r. Muhon akbar, mana siz hozir yoshsiz. Tabiiyki 90-95-yilda tug'ilganlar bilan, misol deylik 2010-yillarda tug'ilganlar, yoki bo'lmasa 2010-2015-yilda tug'ilganlar boshqacha shaklda til o'rganadi. O'zi factual gapiradigan bo'lsak, siz qanaqa qilib o'rganish ko'proq yoqadi ingliz tilini? Menga ko'proq videolar orqali o'rganish yoqadi. Keyin o'yinlar orqali o'rganish ham yaxshi, chunki masalan o'yinlarda inglizcha gapirilsa, uni eshitib tushunaman. Keyin uni pronunciation, ya'ni talaffuzini ham qaytaraman-da. Shuning uchun. Zo'r. Bitta narsaga e'tibor berishdan kerak. Short attention span degan narsa bor, ya'ni diqqat juda ham tez bo'linib turadi. Tabiiyki bu yoshlar o'yinlar orqali, qiziqarli narsalar orqali tilni yaxshiroq o'rganadi. Ya'ni farzandingiz misol uchun ingliz tilida kino ko'ryapti, bo'ldi, ko'raverding. Multfilm ko'ryapti, bo'ldi, ko'raverding. Va bunaqa narsa hozirgi davrdagi yoshlarda juda ham qiziqishini orttiradi. Muhon akbar, mana bu birinchi podkastimizga kelganingiz uchun, o'zingiz fikrlaringizni, o'zingiz insightlaringizni, do'stlaringizga tavsiyalaringizni berganingiz uchun kattakon rahmat. Bu suhbatimiz birinchisi, lekin oxirgisi emas. Sababi yaqin shu 3 oy ichida siz bilan yana bitta podkast qilamiz. Unda IELTS 7+ olishingizga yordam bergan narsalarni nasib qilsa bo'lishasiz. Rahmat kattakon. Mana hurmatli yoshlar, wunderkindlar, hurmatli ota-onalar, bugungi suhbatimiz juda ko'pchilik yoshlar uchun motivatsiya bo'ldi, energiya bo'ldi. Ko'pchilik ota-onalarda yosh bo'lib turib ham natija qilsa bo'lar ekan degan xulosa chiqarishiga turtki bo'ldi deb umid qilaman. Agar bugungi podkastimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, o'zlaring fikrlaringni, izohlaringni yozib qoldiringlar va bu kabi podkastlarni doimiy tarzda kuzatib borish uchun sahifamizga obuna bo'ling. Agar sizga yoki farzandlaringizga ingliz tili bo'yicha tizimli, tartibli kurs kerak bo'ladigan bo'lsa, 7, 7,5, 8 ga ega yoki bo'lmasa 0C1, 65, 70 ballga ega ustozlar orqali natijaga chiqish kerak bo'ladigan bo'lsa, Wunderkind o'quv markazi kurslariga bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mana shu video izohida havola qoldiramiz. Ro'yxatga o'ting, qolgan hamma ma'lumotni administratorlarimiz berishadi. Sog' bo'linglar, charchamanglar.